detektiv va drama birgalikda. Yana film qahramoni Kimsan Sherlock Holmesning o'zginasi. Yaxshiyam shu obraz yaratilgan u hali-haligacha ko'plab kino ijodkorlar uchun ilhom manbai bo'lib xizmat qilmoqda. Yangi jinoyat ishlaridan tortib, Sherlock akani qarindosh urug'lari haqidagi yangi filmlargacha. Yaqindagina uning singlisi haqida Enola Holmes filmi yaxshigina muvaffaqiyatga erishgan edi. Lekin bugun biz uning o'zi kabi uddaburon qizi haqida ishlangan butun boshli serialni tahlil qilamiz. Barchaga salom. Bizda kino tahlil va bugun Sherlock va qizi seriali haqida gaplashamiz. 2025-yil aprel oyida The CB telekanalida premyerasi bo'lgan detektiv va dramatik janrni uyg'unlashtirgan yangi serial. Asosiy voqealar 1896-yilda sodir bo'ladi. Yosh qiz Amelia onasining o'limidan so'ng o'zining otasi mashhur detektiv Sherlock Holmes bo'lishi mumkinligini bilib qoladi. U Londonga boradi, ammo Holmes uning da'volariga avvaliga ishonmaydi. Shunga qaramay, qiz nihoyatda aqlli bo'lgani uchun Sherlock uni o'ziga yordamchi qilib oladi. Siz meni otamsiz. Menga afsuski, menga bu gapni aytgan birinchi odam emassan, oxirgisi ham bo'lmaysan. Men hech qachon Kaliforniyaga bormaganman. Xayr, Roxas xonim. Bu yo'q Sherlock Holmes. Onamning jinoyatini o'zim fosh qilaman. Xavotirlanmang, Clara Andersonni ham topaman. Siz bilan yoki sizsiz. To'xta. Oldindan aytib qo'yay. Bir soniya bo'lsa ham mening bolam ekanligingni tan olmayman. Lekin boshqa tomondan menga yordamchi kerak. Yomon rassom emassan, aqlli va mehnatkash o'quvchisan. Iltimos, o'tir. Serial chiqarilgan payt katta muvaffaqiyatga erishganini ta'kidlab o'tish lozim. The CB telekanalida u eng ko'p ko'rilgan drama bo'ldi. Shuningdek, Avstraliyada CBC platformasida ilk 4 epizodda tomoshabinlar soni 150% ga oshgan. Max streaming servisida esa 4-o'rinda turadi. Sherlock Holmes rolida taniqli aktyor David Thewlis. U avvalroq Enola Holmes 2 filmida ham ishtirok etgan edi. Bu serialda u qarigan, ammo haligacha sirlarni ochishdan charchamagan keksa Holmes rolini ijro etgan. Amelia rolini esa aktrisa Blue Hunt mohirlik bilan ijro etgan. U serialda o'ta qat'iyatli, o'jar va shu bilan birga juda ham zukko obrazni gavdalantirgan. Serialning suratga olish ishlari Irlandiyaning Dublin va Wicklow hududlarida amalga oshirilgan. Ammo ekranda bizni real Londonga o'xshash Viktoriya davri muhiti kutib oladi. Kostyumlar, interyerlar va umumiy atmosferaning muvofiqligi yuqori darajada ishlangan. Endi esa serial haqidagi qiziqarli faktlarga yuzlansak. Birinchisi bu kasting yondashuvi. Rejissyor Louis Kayli faqatgina professional aktyor-aktrisalar bilan cheklanib qolmasdan havaskorlarga ham imkon beradi. Bu esa yangi chehralarni kashf qilish uchun ajoyib imkon yaratadi. Shuningdek, Sherlock rolidagi aktyor britaniyalik, qizi Amelia'ni o'ynagan aktrisa esa amerikalik, xuddi film qahramonlaridek. Bu ijrolarni yanada ishonarliroq va rang-barang qilgan deyish mumkin. Yana bir o'ziga xos tomoni esa Holmes haqidagi boshqa filmlardan farqli ravishda bu safar izquvarimiz kichik jinoyatlarni emas, o'zini qizil ip deb atovchi katta jinoiy sindikatni fosh qilishga harakat qiladi. Ya'ni bizda jinoyatchi katta bir jinoiy guruh. What? Jinoiy bo'lib ketgan ekan. Harakat qiladidan keyin kesib tashlaymiz. Keyingi, ya'ni bizda degani kerak emas. Okay. Menimcha serial haqida yetarlicha tushunchaga ega bo'ldik. Endi nima qilish kerak? Albatta, uni tomosha qilish kerak. Qayerda tomosha qilish kerak? Faqatgina Ria Play'da. O'zbek tilida, yuqori sifatda va hech qanday reklamalarsiz Ria Play platformasida Sherlock va qizi serialini tomosha qilishingiz mumkin. Siz bilan Sadoqat bo'ldi. Ko'rishguncha.